voy aka, Aqldingiz? aka o'zingizni bosing, bo'ldi, bemor uzr aka, men qaramay qolibman. Aka, yangi olib berasiz endi buni, nima qildingiz hozir? Yangi mashinani ishga borib kelardim xolos bunda, aka. Temir narsa, kut to'g'irlasa bo'ladi. Ko'p bidirlayapsan-da, uka, o'zi qatdiysan. Mani ishimni tezroq hal qilib bergin, men ishga kech qolyapman. Aka, sal pastroqdan kelavering, biz ham Farg'onani bolasimiz aka. Aka, Cobalt'ni bittalikdan marka qilib beraman aka, ishonasizmi shunga? Yuring aka, men Farg'onani bolasi doim gapida turgan. Prosta kechgacha Cobalt'ni boshlanish to'liq o'tkazib turib aka. Kunlik to'liq o'rtacha 100 ming atrofida tushadi. Shunga rozi bo'lishingiz kerak. Rozi bo'lsa aka? Bilmadim endi uka, bir nimalarni olib ketyapsan-ku, seni gapingga ishonib kelyapti. Misol uchun aka qarang, Cherry Tiggo 2 Pro kunlik to'lov 86 mingdan tushadi. Bunisi Cherry Arizo 6 Pro kunlik to'lov 116 mingdan tushadi. Aka qiynab qo'yadimi shu? Prosta Cobalt'ni berasiz, boshlanish to'loviga Cherry'ni qo'lga kiritasiz. Menimcha 116 ming og'irmi aka kunlik to'lovi? Narxlar ma'qul. O'zim mashinamni alishtirmoqchi edim. Shu bahonada mashinani ham alishtirib olaman. Bo'lmasa mashinamni kaliti sizga kechqurun, kechgacha ish bitsa, kechqurun men mashinani qabul qilib olaman sizdan. Aka, menga ishonganingiz uchun rahmat. Kechbay kelganingizda bemalol test drive qilib, bemalol ishonch hosil qilib menga ko'rasiz. Hamma ishda hikmat bor aka. Bizga ishonch bildirganingiz uchun aytilgan vaqtda tanlagan mashinangiz bu esa nomingizga o'tilganlik haqida shartnoma. Bu esa Cherry avtosalonidan maxsus sovg'amiz. Bu esa pulti. Aka, yaxshi kunlarda meni siz bilan yaxshi kunda ko'rishguncha. Bemalol meni ketishingiz mumkin.